Assalomu alaykum, aka-uka baliqchi va baliqona shaddiy muxlislar. Charchaymsizlarmi? Tuzimmisizlar? Xo'p, bizda do'konimizda mana bunaqa portativniy gazlarimiz bor. Xudo xolasa o'shalarni bir kichkina video obzor qilib ketadigan maqsadda video qilyotgandim. Xo'p, mana bunaqa sovuqli kunlarda baliq oviga chiqqanimizda yoki bir og'aynilar bilan oilaviy toqqa, chimyonga chiqqanimizda cho'g'imga choy qaynatib ko'fa ichishlik portativniy narsamiz bor, xudo xolasa. Borib dam olishda ishlatiladigan ham ixcham, ham yengil, ham hamyonbop narsalarimiz bor. Ko'rsatib o'tib ketaylik dedim. Mana bunaqa gaz plitamiz bor. Buni yonishi, ishlashi oson. Gaz ballonlari yonida bo'ladi. Bu gaz plitamiz o'zini chemadani bo'ladi. Mana bunaqa variantimiz ham bor. Bunaqa variantimiz ham juda zo'r, juda ixcham. Любой joyda olib ketsangiz bo'ladi. Shamollar bo'lsa yopib qo'ysangiz bo'ladigan variantidan. Xudo xolasa do'konimiz 24/7 o'sha Teshik ko'prik 3-do'kon hali xizmatida. Xudo xolasa skidkalarimiz hali ham davom etyapti. Spinninglarimiz soni kam qoldi, lekin bu soniga qo'shiladi. Molimiz kelyapti inshaalloh. Molimiz kelganda yana bir video obzor qilamiz. Karpoy skidkalarimiz hali ham bor. Kelib ko'rib o'zingizga yoqqan narsani tanlab olib ketsanglar bo'ladi. O'sha Teshik ko'prik 3-do'kon. Hammaga omad, charchamanglar. Yaxshilikda ko'rishaylik. Salomat bo'linglar.